Keyingisi nima qilamiz deyilsa, doimo bir narsangizni biri ko'rsa, mashinangiz bo'lsa, mashalloh qor aka, bu mashinalar o'zgarib ketibdimi desa, ha tabarakalloh, barakalloh deng. Buni payg'ambar alayhissalatu vasallam o'rgatganlar. Hattoki qarab turing, qarang, Amir bin Rabi'a degan bir sahobani ko'zi bo'lib, qarang, Amir bin Rabi'a degan sahoba bu Rasulullohning zamonlarida bo'lyapti. Biz kimmiz? Amir bin Rabi'a, qarang, Sahl bin Hunayf degan sahobani ko'zlari bilan urib qo'ydilar. Sahl bin Hanif yoki Hunayf kim edilar? Juda ham oppoqdan kelishgan, juda badanlari chiroyli edilar. Tahorat qilayotgan paytda sal yuqa kiyimda turganlarida, siz bu shaklingiz ajoyib ekanmi degan paytlarda o'sha joyda yotdilar. Rasulullohga sahobalar kelib, adrik dedilar. Sahl bin Hunayfga qarang, ahvollari chatoq. Ha nima bo'ldi? Kimdandir birovlardan ko'zdan shubha qilyapsizlarmi? dedilar. Man tattahimuna. Bunga kim sababchi deya tushunyapsizlar, o'ylayapsizlar deganlarda keyin Amir bin Rabi' maqtavdi deganlarda chaqirtirdilar. E'tibor qiling. Bu endi o'sha ko'zdan tuzalishlikka ham sizga bir nima dalildir. Amir bin Rabi'ani chaqirtirib nima qildilar? Tahorat qildirdilar. Va ichki liboslarini yoki shalvarlarini yoki kiyib turgan mana o'sha shimlarini ichki tarafidan yuvdirib, o'shani suvini, tahorat suvlarini Sahl bin Hunayf va ko'zlangan sahobaga ustiga quydirdilar. Bu demak sunnatda bor. O'sha siz bilsangizki, molingizga, joningizga bir zarar keldi, ana u ko'zi bor inson deya u ko'rgan edi desangiz, darrov uni tahorat qildiring, uni tahorat suviga cho'miling. Bu o'sha payg'ambar alayhissalatu vasallam bizga ta'limotlari. Tushunarlimi? Demak nima bo'lar ekan? Yubarrik. Uchinchidan doim o'zingizning narsangizni maqtaganingizda ham, mana kamera, mashallah, Canonmikin desa, mashallah, tabarakalloh deng. U ko'zni kesuvchi bo'ladi. Tushunarlimi? Nima holatda ko'z agar ta'sir qilishligi kerak bo'lsa, Allohning izni bilan bu duolaringizdan u himoyalanadi. Endi keyingisichi desa, qarab turing, imkon qadar Alloh sizga bergan ne'matlarni yashiring. Ko'zdan yashiring, ko'zdan saqlang. Maqtavermang. Mana u hozir bilmayaptilar. Telefonlarimiz, ijtimoiy tarmoq hamma o'zini TikTokka, unga, bunga bolalarni ko'rsatyapti. Bizga muazzinlikka o'sha azon aytib qo'ying degan o'rtoqlar keladi, do'stlar keladi. Hammasi rasmga olsam maylimi deydi, illo mayli oling, internetga qo'ymang deyman. Ko'zlanayapti. Tushunarlimi? Ko'zlanayapti. Endi qarang, shu o'rinda sizga farqini aytay. Ko'z bilan hasadning nima farqi bor desa, ko'z odatda bir inson ajablanadi. Ko'zi quvonadi o'shandan, havas qiladida, ajablanib, deydi. Uni o'sha ko'zi bo'lsa, o'sha vaqtda unga tegadi. Unga zarari tegadi. Balkim o'limiga sabab bo'ladi. Qarang.